Aziz obunachilar, yangi tavalar kirib keldi. Bizga har kuni shunaqa katta partiyada yangi tavalar tushib keladi. Bu hali hammasi emas. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. House Mobile 3-filialiga har kuni A+ tovarlarda juda katta kolleksiyada kirib kelyapti va har biri katta kafolatga ega, yuqori sifatga ega va eng arzon optim narxlarda berishga va'da beramiz. Va biz sizlarga bu smartfonlarni 50 dan ziyod uslubda tekshiramiz. Har birini yuzimiz deb bilamiz va albatta sizni baraka topishingizni kafolatlab beramiz. Albatta kuzatishda davom etinglar. Shu kabi soat kech bo'lishiga qaramasdan birma-bir tekshiriladi va birma-bir sizlar uchun eng tiniq holatda ekanligiga ishonch komil qilib keyin obzor qilinadi. Aziz obunachilar, biz sizlarga ishonch ulashda davom etamiz. S23dan rangiga e'tibor bering. Limon rangda. Buni O'zbekiston tugul butun dunyoda topa olmaysiz. 512 talik 256 narxiga sizlar uchun $495 qilib. Holati yangidan farq qilmaydi. Qarang, 22 yillar hamma joyda bor, lekin ideali hech qayerda yo'q. Biz sizlarga sifat ulashamiz. Birorta nuqtasi yo'q. A+ segmentda 22 ultrani $390 dan qilib beramiz. Men sizlarga noyoblik ulashda davom etaman. Z Flip 4larimiz kirib keldi. Buni birorta nuqtasi yo'q. A+ segmentda bu smartfonlarni sizlarga $230 dan taqdim etaman. Snapdragon 8 Gen prosessoriga ega bo'lgan smartfonlar. Ishoning, S21da A+ holatda har bir rangidan bor. Bu smartfonlar sizlar uchun $200 dan. To'g'ri, bularda A- bor, ammo lekin bitta nuqtasi bo'lsa qaytarib yuboring, men roziman. Bu smartfonlarni $200 dan sizlar uchun qilib beraman. Bunaqasi O'zbekistonda yo'q. Green rangini qarang, nechta tez bor. Hammasidan A+ segmentda salafarlar olinmagan bu smartfonlar greendan. Galaxy S22 ning oq ranglari $245 dan A+ holatda, biror dona petnosi yo'q. Har bittasini salafarlar olinmagan holatda tiniqlaridan 22 ni qora va greenlardan xudo xolasa sotuvda bor. S20lar hozirgi paytda topish juda ham qiyin bo'lgan paytda bizda esa albatta bor. Tiniq holatda $195 dan qilib beramiz. Qaranglar, hozirgi paytda eng so'nggi avlod bo'lgan Note 20larni sizlar uchun $185 dan qilib beramiz. S20 Ultra $280 da A+ segmentda kafolatlangan Samsung Note 20 Ultra'miz ideal holatda, juda ham tiniq holatda $290 ga salafarlar olmagan. S24 Ultra'larda 512 talik esa $620 ga, 1 terabayt esa $645 ga ideal sostoyanida. S25 Ultra 512 talik ideal holatda $780 da. Odatda bu smartfonni 256 $800 sotyapmiz, hurmatli obunachilar. S22 Plus'larda esa eng tiniqlarini har bitta rasvetkasidan bor. Bularda esa sizlarga $275 dan qilib beraman. S15lar har bir rasvetkasidan bor. A+ holatda gold, blue, qora svetlardan. Bu smartfonlar $165 dan. Odatda bular topish juda ham qiyin bo'layotgan bir pallada, hurmatli obunachilar, sizlar uchun ideal holatda yetkazib berishga harakat qilyapmiz. 14 Pro'larimiz esa $520 dan A+ holatda, yuqori yomchisi 90 dan baland, 92-95 sim esim o'tgan holatda. 15 Pro'lar O'zbekistonda ishlamagan A+ holatda 256 talik, 128 talik, yomchisi 88 dan 95 yomchisi sim esim o'tgan holatda $650 dan $680 gacha. iPhone 13 minimiz esa 128 talik, 99 yomchisi $275 ga sim esim o'tgan holatda, Koreyadan kelgan A+ holatda. 11 Pro'lar 256 talik, 94 yomchisi $245 dan bo'lyapti. 128 talik iPhone 14 93 yomchisimiz sizlar uchun $370 ga. Hurmatli obunachilar, do'konimizga tashrif buyursangiz xursand bo'laman. O'zim shatda bo'laman. Xudo xolasa kelsangiz chiroyli narxlarda ishlarni bitkazib beramiz.